Shopar hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omonimizni yetib olamiz. Gapiradigan narsa olmoqchiman. Gapiradigan narsa olmoqchi bo'lsangiz, olursangiz bo'ladi. Trend bo'lsa kunduz olgan. Hop, gapiradigan narsani aytolmayman. Hop, gap siz aytib berdingiz menga hozir o'shani. Aytib berdim. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Hop, aziz. Va muqaddassan ayol. Yo'q. Yo'q, aziz, men obunachilar so'zini o'zbekchasiga eslayotgandim. Followeri. Obunachilar so'zini o'zbekchasini qidirib o'tgan ekan. Yo'q. Obunachilar so'zini o'zbekchasini bilganlar yozib yuboringlar iltimos. Kommentariyada obunachilar so'zi qanaqa bo'ladi shuni tashakkur Menga etaylik qarang, men iltimos. o'sha esladimki, eslaganim uchun aytdim. Follower ekan. Obunachilar so'zi Yo'q. follower. Men o'zi follower demoqchi edim, podpishchik demoqchi edim, lekin uni aytmasdan eslayotgandim. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Obunachi deb esladim, aytmoqman. Obunachilar. Mana shu videoda hammasi bor. Aziz obunachilar. Mana shu videoda hammasi bor, shuni bilib olasizlar, nima demoqchi bo'lganlarini. Obunachilar so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'lar ekan deb o'ylayapman-da men hozir bo'ldi, sezdinglar? O'ylayapman-da, kim qolyapti hozir?